Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti bugün Cenevadagi baş shtabida Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiliklarga qarab chiqish yig'ini o'tkazdi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz musulmonlarga qarshi elib berayotgan zulm va bostirishlarga qarshi Cenevada va Istanbuldagi tashkilotlar birligi boshchiligida dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarning tashkillashi bilan Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Türkiye fuqarosi bo'lgan va bir mezgildan buyon izlariga bo'lmagan Uyg'ur yoshning Xitoy soqchilari tomonidan qo'lga ilinganligi ma'lum bo'ldi. 2013-yildan 2016-yillarda Turkiya bilan Sharqiy Turkiston orasida berib kelib tijorat bilan shug'ullanayotgan O'zgur Aydinning 2016-yili 18-iyunda Xotanda soqchilar tomonidan qo'lga ilinganligi bildirildi. Egilishicha Bejandagi Turkiya bosh elchixonasi orqa kirgan bo'lsa-mu, bir natija chiqmagan va orqadan O'zgur Aydin 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning Xitoyning Lanjo o'lkasidagi bir turmaga yo'tkalganligi o'tirg'i chiqdi. Qozog'iston Naqshusul umiga Uyg'ur Nava ansambli Turkiyada sayyor o'yin qo'yib, tomoshabinlarning yaxshi bahosiga erishdi. Kechilikka ko'p sondagi yuqori darajalik amaldorlar qatnashdi. Uyg'ur teatr umiga Xalqaro Turk madaniyat tashkiloti, ya'ni Turk so'yining qurilganligining 25 yillik munosabati bilan Turkiyaga kelgan bo'lib, 2-noyabr Anqarada, 3-noyabr Istanbulda kechilik o'tkazdi. Sirliq muqomlar nomli san'at nomeri tunji qitim Turkiyada namoyon bo'ldi. Kechilikka Turk so'y bosh kotibi Dushan Kasinov, G'ozi universiteti mudiri professor doktor Ibrohim Uslan, Kechuran shahar boshlig'i Mustafa Oq va boshqa hukumat doiralari ishtirok qildi. Sunni Hamra rasmlari Xitoy kommunistlarining Sharqiy Turkistondagi atalmish kasbiy tarbiyalash markazi nomidagi tutib turish o'rinlarining kengayayotganligini o'tirg'i chiqadi. Avstraliya taratqusi ABC xabarlar to'rining Avstraliya strategik siyosat institutining tadqiqotlariga asosan bergan xabarda aytilishicha, Sharqiy Turkistonda qayta tarbiyalash nomida ishlatilgan 28 o'rindagi ko'lamining 2017-yildan buyon 2 million kvadrat metrdan ko'proq kengayganligi ma'lum bo'ldi. Amerika Mudofaa Ministrligi 5 burchakli bino Rossiya havo armiyasiga tava urush aeroplanining Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining Charlash aeroplaniga Qora dengiz ustida 25 minut qarshilik qilganligini bildirdi. Amerika armiyasi e'lon qilgan yozma bayonotda 2018-yili 5-noyabr Qora dengiz havo bo'shlig'idagi xalqaro havo tavalligida uchib kelayotgan Amerikaning EP-3 aeroplani Rossiyaning Su-27 tip aeroplanining daxlisiga uchirdi. Rossiya aeroplanining uchquvchi va xodimlar xavf uchraydigan holatda tez suratda Amerika aeroplanini yondab o'tish sababli bu harakatni bexatar bo'lmagan bir kashila deb jazmlashtirdik dedi.